Farg'onaga kirib kelayotgan 57,7 kg og'irlikdagi giyohvandlik vositalari kontrabandasiga chek qo'yildi. Ushbu holat Rabot chegara bojxona post xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari tomonidan aniqlangan. Bu haqda Davlat bojxona qo'mitasining axborot xizmati xabar berdi. Mazkur post orqali qo'shni davlatdan kirib kelgan fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtotransport vositasi belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganida mashina yoqilg'i gaz balonining ichiga 60 dona polietilen o'ramlar yashirilganligi fosh bo'lgan. O'ramlar xolislar ishtirokida ochib ko'rilganida esa ularning ichiga og'irligi ekspertiza xulosasiga ko'ra 50 kg 852 gram OP hamda 6 kg 927 gram gashish giyohvandlik vositalari joylangani ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha, yoqilg'i balonida bir vaqtning o'zida metan gazi ham bo'lib, balon ichida narkotiklar uchun xufiya yashirin bo'lma tayyorlangan. Ammo bu balonning xavflilik darajasini, xususan gaz chaqnashi ehtimolini bir necha barobarga oshirish mumkinligi inobatga olinmagan. Haydovchi esa hech ikkilanmasdan transport vositasini chegara bojxona posti tomon haydab kelgan. Surishtiruvlarga ko'ra 57,7 kg narkotik moddalarni o'tkazib berish evaziga qonunbuzar shaxsga ushbu Cobalt avtomashinasi va'da qilingan va oldindan nomiga rasmiylashtirib ham berilgan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Giyohvandlik vositalarining ko'p miqdorda kontrabanda qilgani uchun endilikda ushbu shaxs 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.